O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filiali direktori Salomat Matyakubova, Xiva shahar kuratori, reproduktiv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari hamda reproduktiv bo'lim akusher-ginekologlari tomonidan Sheyxlar mahallasi xotin-qizlari va o'smir qizlari bilan uchrashuv o'tkazildi. Screening degandan keyin aholi uchun bu narsa bepul o'tkaziladi. PCR surtma borib любой bir laboratoriya borib topshirib kelsangiz, birgina surtmani topshiraman desangiz, kamida 250 ming so'm ketadi. Uchrashuv respublika mahallalarida ijtimoiy profilaktika haftaligini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan mahallalarda aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda madaniy hordiq chiqarishga qaratilgan seminar-trening shaklida bo'lib o'tdi. Bugungi kunda aynan reproduktiv sohasidagi, ya'ni bolalar yoshligida yetib turib ertaga turmushga chiqadigan, sog'lom farzand tug'adigan ayollarning hamda ulardagi qaynona, qaynota, ona bo'lgan ayollardagi muammolarni birgalikda ular tomonidan o'zimiz eshitdik va hozirgi kunda ulardagi mahalladagi tibbiyot madaniyatini oshirish maqsadida juda qizg'in ravishda ularga yaxshi qiziqarli ma'lumotlarni yetkazdik va bundan tashqari mahallalarga bugungi kunda bizni tibbiy xizmatimizni yaqinroq yetkazish tufayli tibbiy ko'riklarni tashkillashtirdik va bugungi kunda mana aynan shu tibbiy ko'rikdagi reproduktiv yoshdagi ayollardagi mutlaq va nisbiy homiladorlikka qarshilikka bo'lgan, sog'ligida qandaydir muammo bo'lgan ayollardagi hamda bundan tashqari yana bitta, ya'ni 420-sonli prezident qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha ayollardagi onkonazorat haqida tibbiy madaniyatni hozirgi kunda shu ma'lumotni to'g'ri bilishi uchun nima maqsadda aynan shu prezident qarori chiqqanligi va hozirgi kunda bitta ayol ham onkologik kasallik bo'lmasligini oldini olish hozirgi kunda bizning markazimizda qolaversa viloyatda bo'lib o'tayotgan ishlarni haqida ularga juda yaqindan ma'lumot berdik. Mahalla bilan uchrashuv mobaynida 402-sonli prezident qaroriga asosan ayollar orasida bachadon bo'yni va ko'krak bezi saratoni skriningi va uning mohiyati, giyohlanuvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, yoshlarni oilaga tayyorlash, jinsiy yo'llar orqali yuqadigan kasalliklar, homiladorlarda antenatal parvarish omillariga e'tibor qaratishda oila a'zolarining roli hamda menopauza davrida 45 yoshdan yuqori ayollarda hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida ma'ruzalar o'qildi. Yuquvchi kasalliklarimizning bir necha turlari farqlanadi. Ming afsuski, nafaqat jinsiy yo'llar orqali yuqadigan bu jinsiy kasalliklar, ayollar a'zolarining jinsiy kasalliklari emas, balki hozirgi kunda zamonning dolzarb muammosi bo'lgan AIDS kasalligi, odam immun tanqislik virusi, gepatit B va C turlari ham aynan jinsiy yo'llar orqali yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklar sirasiga kiradi. Aholining muammolarini yechishga ko'maklashish maqsadida Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida yaratilgan sharoitlar va imkoniyatlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Oldin ko'pincha ayollarni tekshirardik, ko'rardik. Hozirgi kunda negadir 60% erkaklar chiqib ketdi. 60% degani 100 dona oilani olsak, 60'ında erkak kishi tufayli ularda farzand yo'q, 40'sında ayol tufayli. Gördingizmi? Даже 50 emas. Shuning uchun ham shunday muammosi bor bo'lgan, ya'ni bepushtlik muammosi bor bo'lgan ayol erkak kishi birgalikda tekshiruvdan o'tkaziladi. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida joylarda tibbiy ko'riklar tizimli ravishda o'tkazib borilayotgani va bunda aholining faol ishtirok etishi lozimligi ta'kidlandi. O'tkazilgan uchrashuv davomida ayollar o'zlarini qiynayotgan salomatlik muammolari bilan o'rtoqlashdilar hamda ularni hal etish yo'llari bo'yicha muhim tavsiyalar oldilar.